Hammalarga salom bo'ladi. Sizlar bilan Choriyevga Gaming. Короче, bugungi videomiz Buldrop sayti haqida bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, hozir balansimizda 0 Bullcoin bor. Biz bu 0 Bullcoinni kattaroq yusiga ko'tarib, UC chiqarishga harakat qilamiz. Qanday desanglar, bizda hozir aktivlashtirilgan promokodlar bor. Mana ko'rishingiz mumkin, hozir bitta, ikkita pastda ham ba'zi promokodlar bor. Shular bilan UC chiqarishga harakat qilamiz. Ha aytgancha bolalar, videoning boshida aytib o'taman. Bu videomizga 60 UC qo'yilgan. 60 UC olish shartlari bor. Endi shu videoga like bosasizlar, menga obuna bo'lasizlar va kommentariyaga o'z PUBG IDlarni yozib qoldirasizlar. Yana bitta gap bor. Qancha ko'p kommentariyaga ID tashlasanglar, yutish shansinglar shunchalik baland bo'ladi. Ya'ni men buni random saytidan aniqlayman. Shunga yarasha ko'proq yozgan odam shansi oshadi. Bo'lmasa bismillohni aytib, open case'ni boshlaymiz. Tak. Ko'ramiz endi necha yuz chiqarib ketamiz. UC chiqara olamizmi, yo'qmi? Shunga qarab ko'ramiz. Tak, sizlar ikkilanmay kommentariyaga IDlarni yozib qo'yaveringlar. Omadinglar kelsa, tekinga 60 UC. 120 dan o'tib ketdi. Nicho. 6 Bullcoin berdi. Boshidan yaxshi emas. Endi bu yog'ini ko'raveramiz. Sayt yangilanishdan keyin ozroq qotadigan bo'lib qolgan. Bu hammada bo'ladi. Internetingiz yaxshi bo'ladimi, silaviy bo'ladimi? Saytda qotishlar bor. Keyin bolalar, men doimo yuqori xavfga qo'yib ochaman, chunki yuqori xavfda ko'proq kichkina balans tushadi-yu, lekin bersa katta risk boradi-da, o'shaning uchun doimo yuqori xavf bilan bosaman. Voy, 35. Necho bolalar, hozir tekinga 40 balans bor, ko'rdinglarmi? 0 Bullcoinga open case qilyapmiz. Videoni oxirida necha balans ko'taramiz, UC chiqaramiz, shularni ko'ramiz. Hozir menda pastda bitta yana Bullcoin promo kodim bor. Hozir ko'ramiz. Tak. Topilaydi hozir. Mana. Somsaga promo kodimiz bor ekan. Buni ham ko'ramiz. Yuqori xavf bilan gaz. Tamam, 2000 tushib bersa bo'ladimi? Mazza-yu. Voy, 59. Хорошо. Короче, hozir bizda balansimiz 101 balans bo'libdi, bolalar. Necho? Normalniy. Tekinga 101 balans. Hozirda o'zi 60 UC bor deganda. Normalniy. Yo'qdan ko'ra bor. 0 balansga ko'taryapmiz. Bu degani cho'tki degani. Lekin bizda hozir bu yoqda ham 3 ta promo kod bor. Itak biz hozir kichkina 19, 39 lik promo kod ochgan bo'lsak, bu yoqda bizda 99, ikkita 99 bilan 75 lik promo kod bor. Endi u yoqdan 101 Bullcoin ko'targan bo'lsak, bu yoqdan endi ko'ramiz-da. Kim biladi, bir 2000, 3000 balans ko'tarib olsak, ajab emas deydimi? LP o'ynaveraylik-da, obunachilar orasida. Yuqori xavf bilan gaz davay. 2000 tushib bersa bo'ladimi? Baqiraman. 300 dan 170. Yaxshi. Gap yo'q. Молодец. 99 lik promo kodimiz bu. Hozir bizda ikkita promo kod bor yana. Bittasi 99, bittasi 75 edi, adashmasam. Hozir ko'ramiz. Bolalar, like'larni bosib qo'yamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni unutmanglar. Yana takrorlab o'taman. Kommentariyaga o'z PUBG IDlarni yozib qoldiringlar. Kommentariyaga 60 UC qo'yilgan. Tak, mana 75 likni ochib olamiz. Pastroqda yana bitta 99 lik promo kod bo'lishi kerak. Mana karambit tushib bersa bo'ladimi? Onasini yemsin deydi-yu. 6000 Bullcoin ekan. Bitta tushib bersa. Voy, mana bunga o'tmadi-da, yo bu yoqda 760 bor ekan. Bu yoqda ham 250 mi shunday edi. 33 necho normalniy. Bu yoqda 200, narada 100. 300 Bullcoinimiz bo'ldi, bolalar, normalniy. Yo'qdan ko'ra bor. Necho normalniy bolalar. Tekinga 0 balansga 300 Bullcoin bo'lyapti hozir. Normalniy. Hozir yana bitta 99 lik promo kodimiz bor. Ko'ramiz undan nima tushar ekan. Keyin balansdagi Bullcoinga open case qilib ko'ramiz. Yana ko'tarishga harakat qilamiz. Mana Jojoga bitta promo kodimiz bor ekan. Tak, buni ham yuqori xavfga qo'yib bosamiz bolalar. Mana 9000, voy billa. Shu tushib bersa bo'ladimi?
Negadir omad kelmayapti-da. Bitta katta balans. 700. Voy, 100 dan ham o'tib ketdi-ya, 34. Gap yo'q ekan. Yedirdi-yu bola. Biz bu yoqda 242 ga sotdik. PUBG Mobile'dan 100 ga sotdik. Ko'rishinglar mumkin, balansimiz 344 balansimiz bor. Necha bola normalniy. Buni pulga chaqadigan bo'lsak, salkam 50 ming balansga to'ldirib olaylik-da balansimizni. Normalniy bolalar. Chutki degani bu. Endi buni risk qilishga harakat qilamiz-a. Nimadir kesaga ochamiz endi. Kezikiga bitta o'tib kelamiz. Kezikidan yomon omadim kelardi-da oldin. Hozir bilmadim endi. 344 balansimiz bor. 344 bo'lsa, mana bunga ikkitaga yetamikan? Nima bo'lsa bo'ldi bola. Necha sizlar ikkilanmasdan kommentariyaga ID yozib qolaveringlar. Bo'ldi, 60 yuz bor sizlarga. 298 ekan. Yuqori harf bilan bossak, normalniy berishi ham mumkin, yedirishi ham mumkin-da. Kontent uchun deydimi? Davay ochamiz. Sayt yangilangandan keyin ozroq qotadigan bo'lib qolgan. Kazikida bitta tushsa bormi? Baqiraman joyida. Voy, nojdan o'tib ketdi. Voy, oq qizi bor. Voy, bilar. Voy, bola ko'rishinglar mumkin. Вообще omad keldi. Qaranglar. 1000 balans. 1000 balans ko'rdinglarmi? 0 pul coinga 1000 balans. Вообще lekin bor-ku. Mazzami deydi-ku. Necha bola? Вообще zo'r keldi. PUBG Mobile'ga o'tib bitta open case qilib ko'ramiz. Menimcha open case videoni endi to'xtatsak ham bo'ladi, chunki bu Buldrop bizga bunchalik bergandan keyin sekingina surib olish kerak-da. Chunki bir berdimi qaytarib olib qo'yish shans baland-da bularda. O'shaning uchun berdimi surish kerak. Bo'ldi. Lekin biz hozir open case qilishda davom etamiz. Bundan ham ko'proq balansga. Nima case ochsak ekan-e? Bola, davay kattaroq razgon qilib ko'raman. Hozir menda 1000 balans bo'lsa, 799 ochib yuboray bitta. Elon Musk. Davay BMWga bitta ochaymi, onasini yemsin. Mana bunga ochaymi bola? 12 ming ekan. 4 ta qilsam yetmaydi ekan. 3 ta qilib bosaymi, onasini yemsin. Tushsa bormi? Yedirishi aniq-da lekin. Davay, tavakkal. Yo'q, xudoyim tushsin-da nima bo'lsa ham. Katta balans bersa 2000, 3000 tushib bersa. O bitta mishik. Voy, bilar 1200. Молодец. Gap yo'q bola. Biznes, mana qaranglar. 1300 balans bo'ldi уже bizda. Вообще lekin omadli keldi. Endi biz PUBGdan sразу surishimiz kerak. Sekingina Standoff 2 ga o'tib olamiz, qaranglar. Biz hozir Kezikidan 1000 balansga ko'tarib keldik. 300 ni 700 plyus oldik. Bu yerdan hozir 1000 dan 300 plyus olib keldik. Значит, biz SO2 ga o'tamiz, suramiz onasini demsa. Yusini chiqarib, bo'ldi, tixa-tixa ketdi-da. Men 1400 likdan bitta ochib yuboraymi, onasini demsa. Bo'ldi. Kichkinaroqdan bosamiz. Lekin hozir bu normalniy razgonda bu ham riskovat katta bunda ham. Standoffda ham. Standoff ham yaxshi beradi lekin. Mana shundan 4 ta bo'lsaymi? Chala po'xoy onasini demsa. Bizdan ketdimi? 0 pul coinga open case qilyapmiz. Ko'rasizlarmi bolalar? 1400 уже. Salkam 1400 balans. Vo, 170. Vo, bular 245. Молодцы. Nechiga ochgan edi, bilmadim. 200 qanchaga ham ochgan edim? 220 ga ochgan ekanman, bola. Normalniy plyus berdi. Agar bola shubha qilmanglar, menda hech qanaqa shartnoma yoki shansini oshirib olgan degan muammolar bo'lmasa, men shartnomam ham yo'q, hech qanaqa shansim ham oshmagan. Prosta hozir kirib YouTube ga kontent olish uchun tavakkaldan bosyapman. Ko'rishinglar mumkin, balansimiz 1384 ga ko'tarildi. 0 pul coindan shunchaga ko'tarib oldik, bolalar. Omad zo'r keldi. Endi open case qilish to'g'risi qizig'i ham qolmadi menga. Sekingina chiqib ketaverish kerak. Chunki hozir bu berish shansi qolmayapti-da bolalar. Berib bo'ldi-da, chunki Buldrop bizga. Hozir 0 dan 1300 ga ko'tardik. Значит, bu degani uka sekingina ketaver degani-da. SO2 da mana shu 300 ni shunday open case qilaman.
200 ishlatay man, hozir 1100 balans qoladi. Keyin bitta 60 UC chiqaraman-da, shu kommentariyadan yutgan odamga beramiz. Keyin qolgan 1000 ni chiqarib olamiz. UC qilibmi yoki standofkami? Tak, bunda nimaga ochsak bo'lar ekan? 200 ishlataman dedim, to'g'rimi? 200 ishlatsam, mana bularga bosamiz. Opanglardan bitta ochaylik mana sini hamsa. Opashka. Qarab turishini qaranglar buni. Yuqori xavf bilan bosamiz. Doimgidek. Bitta mana tushib bilsa bo'm, digil. Chala pizdец nahvoy. O, bala. Молодцы. Так, buni 64 bo'lsa, bu yoqda 1200 balansimiz bor. Shastavay yana bitta yedirsa yedirdi onasini ham po'xoy menga. Tekinga kelyapti-yu balans. Bitta digil bersa bo'ladi, mana 7000 balans. Voy, bular o'tib ket. Voy, bular, bola, nima deysizlar bunga endi? Voy, nima deysizlar endi, bola? Omad qaranglar, vashshe omad keldi-yu. Hech qanaqa shartnomasiz bor, tekinga bor, tekinga. Ko'rdinglarmi? 0 balansga, voy, zaratim o'lib qoldi. Tekinga 0 balansga 2500 bu. Bilar, bulkoin. Mazzam bor-la. Buni nechisiga chiqarsak bo'ladi? Hozir men bunga shunday pul tiqaman, bir 50 mingcha solaman ustiga yana. 50 mingchani tiqaman-da, UC qilib chiqarib olaman hammasini. Bu meni ikkinchi anaqam, akkauntim, nariga afsonli akkauntim ham bor o'zimni. Unga ko'proq pul tiqib o'ynayman. Bunda faqat kontent olish uchun promo kod kiritgan edim-da. Hozir bu 2500 balansimiz 2500 qancha? 2522. 2522 miz 1800 UC bor-la. Tekinga 1800 UC mazzami 0 bulkoin. 0 balansdan shunchaga ko'tardik. Короче, bolalar, video yoqqan bo'lsa, like bilan obunani bosib qo'yasizlar. Atak kommentariyada 60 UC qo'yilgan, esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Choriyev Gaming bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha bo'ldi.